Assalomu alaykum Chintecha Agro obunachilari, YouTube tomoshabinlarimiz, ko'rishingiz mumkin. Bugungi obzorimiz to'g'ridan-to'g'ri siklatimizdan olib boramiz. Bugun sizlarga qisqacha lentali drabelkalarimizni ikki xil variantlarini, ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Ko'rishingiz mumkin, bular bir xili 308 tonna, bunisi esa 408 tonna soatiga ho'l, quruq, somon, xashak, poya hammasini bemalol maydalab bera oladi. Bularning qo'shimcha funksiyalari mavjud bo'ladi. Yon tarafidan donlarini o'zi so'rib, siklon orqali maydalab tushirib beradi. Donlarni tepa qismidan ham bemalol solib maydalashinglar mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu drabelkalarimizni ko'rishingiz mumkin, motorlari 5,5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan. 408 modelimiz esa 3 kilovatli toza mis obmotkali motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu 408 modelimizni 3 fazali 4 kilovatli motorlarga ham almashtirib beramiz. Kim xohlasa 380 ga ishlatadi, xohlagan odam 220 ga bemalol ishlatishi mumkin bo'ladi. Narxlari o'zgarmaydi. Narxlarini Telegram orqali yoki quyidagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, yana batafsil ma'lumotlarni beramiz. Bu drabelkalarimizni pichoqlarini ko'rsatib beramiz. Aytgancha, bularda 3 xil setkalari mavjud bo'ladi. Bu eng mayin setkamiz don uchun mo'ljallangan bo'ladi. Qolganlari hashak, somonlarga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin, original 6 pichoqli varianti hisoblanadi akalar. Mana pichoqlari ham pechatli, o'sha original haqiqiy nержавеющий pichoqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Chiqish taraflarida 13 qatorli segmentlari ham mavjud bo'ladi. Bu pichoqlarni e'tibor bersanglar, ikki taraflama charxlangan pichoqlar bo'ladi. Xohlagan tarafinglarga o'girib ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun bu tarafi mabodo ketib qoladigan bo'lsa, o'tmaslashib qoladigan bo'lsa, bu tarafini aylantirib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu joyida yiriroq hamda maydaroq qilib chiqaradigan hashaklarni, poyalarni, razmerlarini shu joydan o'zingizlarga moslab bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, bu drabelkalarimizni ishlatib, mana shu hashak, poya, somon har birini ishlatib videolarni ko'rsatib beramiz. Bunda don mahsulotini ham maydalab chiqarishlarini ko'rsatib beramiz. Akalar, hozir shu 308 modelimizni ho'l poya hamda quruq poyalar bilan ishlatib ko'ramiz. Mijozlarimiz ko'rishingiz mumkin, mana ho'l poyalarni shu holatda chiqarib berdi. Buni bemalol siloslarga ishlatsanglar bo'ladi. Hozir qurug'ini ham chiqarib ishlatib ko'ramiz. Quruq poyamizni chiqardik. Quruq poyani mana shu holatda chiqarib berdi. Bu drabelkamiz ho'l quruq tanlamaydi. Bemalol ho'l quruqlarni maydalab ishlatsanglar bo'ladi. Endi ushbu drabelkamiz orqali somonni hamda beda preslarni maydalab ko'ramiz. Bu bedamiz chiqargan holati. Ko'rishingiz mumkin, mana mayinligini ko'ringlar mana. Drabelkamiz juda ham sifatli. Bemalol shu hasharlarni maydalab, bedalarni hayvonlarga bersanglar bo'ladi. Mana ho'l quruq tanlamaydi. Bedamiz quruq holatda. Somonimizni shu holatda chiqarib berdi. Agar bundan ham mayin kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zini 3 xil setkalari bor. O'sha setkalarni qo'yib ishlatasizlar. Bu setkasiz holatda primoy
pichoqdan o'tib chiqqan holatda shunchalik mayin darajada chiqarib berdi. Endi ushbu drabelkamiz orqali bunaqa makka jo'xori donlarini chiqarib ko'ramiz. Makka jo'xori donini shu holatda maydalab berdi. Agar bundan mayinroq setka qo'yadigan bo'lsanglar, yana ham maydalab beradi. Hozir bizdagi shu eng kichik setkamizga qo'yganmiz. Undan kichkina setkalari ham bor. Xohlovchilar agar bundan ham mayinroqni xohlaydigan odam qo'yib o'zi bemalol ishlatsa bo'laveradi. Kimga shunaqa sifatli texnikalar kerak bo'lsa, bemalol Chintaj Agroga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, yana batafsil ma'lumotlarni berib, narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz.